Assalamu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugünkü satıva çıkan joyimiz vokzal yanında boladı. 4 etajlı taza domumuzun 3. etajında Euro Remote 3 kanalı barcha jihozlari bilan zudlik bilan arzon narxda satıladi. Bu yanımıza keladigan bo'lsak, manej taraf, bu yanımız görüp turganlaringizni. Bu yanımız esa vokzal boladı hurmatli yurtdoshlar. Yine vokzalni ko'rsatamiz. Mestasına umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bu yanımız Medine üstü köne taza Jaloliddin tarafa gidishini. Zamanı. Mestasına umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib mestada. Esa joyimizning ichki qismi bilan danışacağız. Gitdik esa hurmatli yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, ikinci qavatimizga yetib keldik. Görüp turganlaringizni eshiklarimiz rossiyskiy, yaxshi sifatli, orijinal qalin eshiklardan bo'ladi. Shu xonadonimiz bo'ladi, 3 xonali, 4 etajli domimizning ikinci qavatında bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim deb xonadonimizga giramiz. Girganimiz görüp turganlaringizni yine keng tushgan. Hurmatli yurtdoshlar, ajoyib joyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Yine girish qismimiz ham yine keng tushgan. 3 xonali bo'ladi joyimiz. Remontdan chiqib turibdi yine. Ajoyib bo'lib. Joyimizga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib. Mestasına ham umuman gap bo'lishi mumkin emas. Tak, bu yanımız kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimiz ham chiroyli bo'lib turibdi yine. Hurmatli yurtdoshlar, kuxni mebellari ham yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Ayak telerimiz laminat pol bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Gaz plitamiz zamonaviy yaxshi turistskiy gaz plitalardan qo'yilgan yine. Yaxshisidan gaz, vallahi vaqtda gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Shaharni yaxshi joyidan bo'ladi. Bu yerimizda toza shochiklar qo'yilgan yine yaxshisidan. Kuxni mebellari ham ajoyibidan qo'yilgan. Joyimiz issiqqina bo'lib turibdi. Joyimiz hurmatli yurtdoshlar barcha jihozlar bilan zudlik bilan arzon narxda sotiladi. Tavsiya beraman hurmatli yurtdoshlar, tez olib qolinglar. Sababi joy chiqarib turibman, sotilib ketib turibdi. Joy chiqarib turibman, sotilib ketib turibdi. Ko'p odam mendan xafa bo'lib turibdi. Sotilib ketib turibdi joyingiz deb. Shuning uchun gördüğünüzden sırası zavod berib joyni odamizga o'tirib olinglar hurmatli yurtdoshlar. Tavsiya beraman, sababi tez arzon joylar qo'yib turibman. Yine bam arzon joy bo'ladi. Kirpishni dom bo'ladi. Mestasına gap bo'lishi mumkin emas. Xaladiniki qalada artel. Yine o'zlaringiz ko'ringlar, bahobaringlar, kafelar qilinglar. Kuxnisi ajoyib bo'lib turibdi yine. Eshiklarimiz ham yaxshi sifatli. Aboydan chiqib turibdi joyimiz. Tak, berimiz ham prigochga ajoyib bundan yaxshisidan shkaf qo'yib qo'yibdilar. Berimizden bir xonasi bo'ladi. Ya'ni kattalarning spanisi desak ham bo'ladi. Ajoyib. Yine remontdan ham gap bo'lishi mumkin emas. Oyoq teylari laminat pol igramlar tashalib ajoyib bo'lib turibdi yine. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Va shu zo'r joyda joylashgan, ajoyib remontdan bo'lib turibdi. Aquaina jaluzi perdeler qo'yib turibdi. Batareyalari bor. Doğru gelip faqatgina gimbashlarni kelib ko'rib o'tsak, yashashdilar faqat. Feyzli xonadon ekan, joyimiz akkuratli bo'lib turibdi hurmatli yurtdoshlar. Joyimizga gap bo'lishi mumkin emas, ajoyib. Eshiklarimiz ham yine toza, akkuratli bo'lib turibdi yine eshiklar. Ajoyibundan qo'yilgan hurmatli yurtdoshlar. Bu yanimiz zalimiz bo'ladi, zalimiz eshigi katta bo'lib, ajoyib bo'lib turibdi yine. Bismillahirrahmanirrahim. Aboydan chiqib, oyoq teylarimiz gilamlar tashalib turibdi. Issiqqina bo'lib turibdi joyimiz. Restoranlari bor. Bir dona televizor qo'yasalar, ajoyibundan yashab beraverasiz. Sababi yine aboyları görüp tursalar, supermoshi yubalasalar ajoyibundan. Perdelerimiz ham asayib turibdi, yaxshisidan qo'yilgan. Konditsionerimiz paket ekan, yaqinda qo'ygan ekanlar yine. Konditsioner ham yaxshisidan qo'yganlar yine. Ajoyib. Gelip o'zlaringiz baho beraverasizlar joyga görüp yine. Sizlere yaman joyini aytmayman, yaman joy tavsiya bermayman. Ajoyib joylarni chiqaraman bilasizlar. Hurmatli obunachilarimiz biladi o'zlari. Mendan ko'p odam joy olib turibdi, hammasi o'zlari biladi. Yine joyi tavsiya beraman. Hurmatli yurtdoshlar, aziz yurtdoshlar, yine tavsiya beraman. 3 xonali arzon narxda, narxini aytib o'tamiz oxirida. Yine bu yanimiz sanuzlimiz bo'ladi. Sanuzlimiz ham beram toza unitas qo'ygan ekanlar, ko'nasini olib qo'yibdilar. Rakovinalari bor, oyoq teylari kafel, dapataloqadan kafel qilingan ajoyib bo'lib yine. Vannamiz ishlab turibdi, issiq sovuq suvdan muammosi yo'q. Dekontenli katyolları qo'yilib turibdi hurmatli yurtdoshlar. Tak, berimizda yana bir xonasi, ya'ni detskiy xonasi desak ham bo'ladi, spanisi desak ham bo'ladi. Har kim o'zining didini moslab ajoyib etib zatik qo'yaveradi. Joyimiz berimizdan perdasi, aquaynasi bor. Bu joyimizni aytib o'tamiz.
İki allama, yani Honda iki xanası, bu yanda iki xanası bu. Sxoznik deb aytiladi. Bu yana ikki ayna qaragan, bu yan taraf ham ikki ayna qaragan. Bu yanında bir xanası Detskide, bu yanında. Joyimiz ajoyib bo'lib turibdi, hurmatli yurtdoshlar. Joyimizni hozirlari Divik konturnisi bir de joylashgan yine. Yaxsınlar, Real firmasının Divik konturnisi qo'yilgan. Issiqqina joyimiz. Esa hurmatli yurtdoshlar, joyimiz narxına keladigan bo'lsak, joyimizning narxi zudlik bilan 495 million so'm, hurmatli yurtdoshlar. 495 million, ulgurib qolinglar, tavsiya beraman. Shunday joy so'rab birgan donish bilishlari tashakkur qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hurmatli yurtdoshlar.